hokimga vakolat berib qo'yganligi uchun, uni qo'lida bemisl qudrat bo'lganligi uchun, mana chap qo'lida militsiya, o'ng qo'lida prokuror turgani uchun, oyog'in tagida sud turganligi uchun u shunaqangi qudratli. Ya'ni hokim ijro hokimiyati bo'ladimi, qonunni hamma narsani ustidan ustunlik qiladigan bir darajadagi nima. Masalan, eslaylik, siz bilan boshqa nashrda ishlab yurgan paytingizda intervyu qilganmiz. Ya'ni viloyat hokimi maktab direktorlarini olib borib 15 sutga qama degan. O'sha yumaloq yostiq qilib olib borib, bu ham Surxondaryoda bo'lgan, ya'ni u odam prokuror bo'lgan ilgari, ya'ni olib borib qama deyapti, hech bir haligi sudlarni ham haligi soxtalashtirib boshqa qilib nechtadir direktorlar qamoqqa olib tashyapti. Ya'ni bu yerda gap faqat so'kinish haqida ketayotgani yo'q, bu yerda gap o'sha qonunni mensimaslik, qonun ustuvorligini yo'qligi, bemisl qudrat degan narsalar haqida gap ketyapti. Ya'ni bu bir o'xshash yo'q, bir boshqaruv usuli. Ya'ni qachon biz siyosiy pluralizmga o'tsak, parlament ishlasa, bir qanaqadir hokimlarni bir saylov darajasiga, ularning faoliyatini shaffoflashtirish nuqtai nazaridan ularni xalq oldida soddorligini bir yo'lga qo'ymagunimizda